Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislarimiz. Bugun biz sizlar bilan bahor faslida, ilik uzildi faslida ichiladigan xolvetarni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birgalikda tayyorlaymiz. Mana, marhamat. Bizga un kerak bo'ladi, shakar kerak bo'ladi hamda yog' kerak bo'ladi. Yog'ni xohlaganingiz yog'ingizdan qilishingiz mumkin. O'simlik yog'idan yaxshiroq chiqadi. Gazni yoqamiz. Gazni o'rta, juda ham baland emasdan, o'rta issiqlikda yoqib olamiz. Qozonimiz qizgandan keyin bunga qiladigan xolvetarimizga mo'ljallab yog'ni quyib olamiz. Bo'ldi. Yog' qiziga taqamiz. Qizigandan keyin sekin-asta unni solamiz. Uni o'rtacha olovda qovurib olamiz. Bunday qilib sekin-asta qovurib boramiz. Unda un yaxshi qizarguncha shunday qovurib turamiz. Buni qovursak ham bo'ladi. Ko'p qizarib chiroyli bo'ladi, lekin keyin eritishimiz qiyinroq bo'ladi. Agar shoshilayotgan bo'lsangiz, shakarni mana shunday qilib qaynoq suvga uyutib olamiz. Tabga qarab keyin yana suv qo'shishimiz mumkin. Unimiz qizarib tillarangga keldi. Uni tez-tez aylantirib turmasak kuyib qoladi. Buni qip-qizil rangga kelguncha shunday aylantirib turamiz uni. Mana unimiz qip-qizil rangga keldi. Olovni ozroq pastlatamiz. Qumoqlari ham qizarishi kerak. Yaxshilab qizartirib, keyin shakarli suvimizni quyamiz. Yaxshilab aralashtiramiz buni. Nima qolmasligi kerak. Ketmasligi uchun yana ozgina bunga suv quyamiz. Mana shunday aylantirib turamiz. Bir xil rangga, mana oqarib turgan joylari ham qizarib, bir xil rangga kirguncha qaynatamiz buni. Mana xolvetarimiz bir maromda qaynayapti. Ko'pga tortyapti. Mana pishdi xolvetarimiz ham. Ketdik. Mana xolvetarimiz qip-qizil bo'lib pishdi. Tekis, chiroyli, shirin bo'lib. Mana xolvetarimiz tayyor. Endi buni yalpizli choy bilan dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Xolvetarga ketgan mahsulotlar: 50 gram un, 120 gram shakar, 1 litr suv. Bu o'zbek xalq taomlaridan xolvetar pishirish jarayoni edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosing. Undan tashqari xolvetarni mana ihson dasturxonlariga ham qo'yiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kanalimga obuna bo'ling. Yana boshqa milliy taomlardan tayyorlashni ham o'rgatib boraman. Inshaalloh.